texnologiyalar rivojlanish ortidan kelajakda uchuvchilar keraksiz bo'lib qolishi mumkinmi? Juda ham aktual savol bu, yaxshi savol. Hozir nima deydi? 100% boyaga sun'iy intellektga yoki bunaqa qilish hali berib bo'lmaydi. Lekin kamayib boryapti. Misol uchun oldin 3 kishi bo'lgan, bilasiz, bort injener degan kasb ham bo'lgan, bilasiz. Hozir yo'q. Hozir yo'q. Hozir ikkita pilotga shuning uchun ham ko'proq narsani bilish kerak bo'lyapti. Misol uchun bir avariyli holatda siz o'sha kerakli checklist yozilgan betini ochib o'shanga chora ko'rishingiz kerak. Misol uchun bir kishi ratsiyaga javob beradi, bittasi uni qiladi, har bir narsalarni restart qilib ko'radi va qaytadan ishga solib ko'radi. Tushunyapsizmi? Bir kishi kamaydi, mana bir kishiga kamaydi misol uchun. Oldinlari shunaqa kasb bo'lgan, bilasiz. Hozir bunaqa yo'q. Burchakda o'tirardi. Ha, shunaqa. Endi hozir mana 2 kishi, keyin hozir sun'iy intellektga o'tmay turaylik, bitta pilotga o'tamiz degan gaplar bo'lyapti. Misol uchun men o'sha aviatsiyadagi bog'liq yangiliklarni tomosha qilib turaman. Uni endi baribir avialiniya o'zi biznes tarafdan qaragan bo'lsak, maksimum eng katta vложение bu ko'p pul rasxodlari bu, bilasiz, kabin crewga, mana uchuvchilarga ketadi. Bittagan o'qimoqchi, lekin uni ochiq oydin qilib, misol uchun qanchalik minuslarini, misol uchun u kasal bo'lib qolsa nima bo'ladi, yo bir hushini yo'qotib qo'ysa nima bo'ladi, boshqasi bo'ladi degan savollarga hali beri javob yo'q-da u narsaga. Hali 100% intellektga ishonadigan, lekin men hozir aniq bir narsa deya olmayman, chunki ko'rib turibmiz qanaqa nimalarga qo'lidan kelyapti hozir sun'iy intellektida. Misol uchun uni qanchalik integratsiya qiladi hali beri, bu kelajakdagi misol uchun qanchadan qancha samolyotlar hali beri zakazda turgan samolyotlar ham hozir buyurtma berilgan samolyotlar hammasi yillar oldinga beriladi. Ha, 2 kishiga mo'ljallangan, ikkita pilot uchish kerak bo'lgan samolyot turlari hali ham muomalada, hali beri chiqmaydi deb o'ylayman.